Uchtepa 24-mavze. Nerealniy suvdagi narxda kvartiramiz chiqyapti o'rtoqlar. Narxi вообще shkalant, nerealniy arzon narxda. Mana lokatsiyaga bitta e'tibor beringlar. Domimiz oldida avtoparkovочный joylari bor, bolalar uchun maydongoh, o'yingoh, oilaviy dam olish joylari, gaz, svet, suv, kanalizatsiya umuman muammo emas. Xo'p, 5 etajli domimizda 4-etajda joylashgan 3 xonali 65 kvadratdan ko'proq kvartiramiz srochniy narxda sotuvga qo'yilgan. Mana lokatsiya вообще zo'r o'rtoqlar. Yo'lli 100 gacha 150 metr masofada joylashyapti. Yo'lli 100 Vatan stomatologiyamizdan kirib kelishimiz bo'lyapti o'rtoqlar. Chilonzor 24-mavze Vatan kinoteatrimiz orqasida joylashyapti. Narxi nerealniy arzon narxda. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, hozir sizlarga ichkaridan ham ko'rsatib beramiz, narxini ham aytib o'tamiz. Qani ketdi. Mana narsaga bitta e'tibor beringlar-da. Xonadonimizni полностью sifatli materiallardan qurib bitkazishgan o'rtoqlar. Asosiy kirish qismimiz bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Eshik romlarigacha hattoki sifatli materiallardan foydalanishgan. Uyimiz полностью Euro remontda o'rtoqlar. Juda ham chiroyli tarzda qilishgan ekan o'zi ham bor. Birinchi xonamiz keladigan bo'lsa, bu yoqda o'sha sanuzolimiz joylashgan bo'ladi. Yonginasida kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kattagan razmerda. Hozirda ozgina chalashlar qolgan, shularni bitirib beramiz deb aytishyapti egalari. Xo'p, keyingi xonamizni ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Bu yoqda kattagan razmerda zal mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Kattagan razmerda joylashgan bo'ladi. Mana bu narsaga bitta baho beringlar. Ochib turibdi-yu, uyimizda ko'chaga qaragan oynalari bor. Xo'p, sizlar bilan keyingi xonamizni ko'rib o'tamiz. Bu yoqda bolalar uchun yotoqxonamizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kattagan razmerda did bilan remont qilingan o'rtoqlar, ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoqda garderobniy xonamiz joylashgan bo'ladi. Oxir xonamizga keladigan bo'lsa, spalniy xonamizni ko'rishimiz mumkin. Bitta remontiga baho berib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Mana narsani ko'ryapsizlarmi? Juda ham ochib turibdi xonadonimiz o'rtoqlar. Ko'chaga qaragan oynalar bor, juda ham chiroyli remont qilishgan ekan. Xo'p, o'rtoqlar, sizlar narxini taxmin qilib turinglar. Agar sizlar o'ylagan narxdan arzon etadigan bo'lsa, videoga bitta like bosib, uy qidirib yurgan do'stlarga shunday yuborib qo'yasizlar. Hozirda xuddi shunaqa kvartiralarni 90 ming, 100 ming dollar narx aytib turgan joyda biza Chilonzorda 65 kvadrat joylashgan kvartiramizda 3 xonali o'rtoqlar 80 ming 500 dollarga berib olamiz deb aytamiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Tezda telefon qilib baraka qiladigan joy. Joninglar sog' bo'lsin.